Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhine Halifele Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilaninki Mısır'daki halifelerden Mısır'a nispeten 6. halife Mutevekkilniki hayatı bilen tanışıp çıkıvatkan. Ve şundakla biz bu devirdeki yüz bergen en muhim vakalar hakkında mı toxtulup ötken edik. Şunun devamı da şu devirde yüz bergen acayip bir kıssalarniki bayanını Celaleddin Suyuti bizge sunmakçı bulawatydy. Namazda gazil çaqçaq qilgan, qaqaqlab, külkilik bir tenteklik şirketler bilen şugullangan bir adamның özü çoşquның özüge aylanıp ketken, özgürüp ketken deydi. Hicriye 782 yıl boğan vaqtida Alep'ten mundaq bir xat kelgen. Bu xatniki mezmuni bir imam namaz o'qiyotgan vaqtida bir odam namazda hazil chaqchaq qilib, kul chaqchaq qilib bir ishlar bilan mashg'ul bo'libdi-da hamda. Xushu yo'q namozda masalan, ko'z kelmagan mundaq bir ahvolda imom namozni ergiz buzmadi deydi shu araliqda. Shu kul chaqchaq qilib, qahni kuldirib qilgan bo'lsinmi namozda. Namazı ta okuğan kadar namazını buzmadı. Allah rahmet kılsın bu imamga. Salam verip qarasa, bu tentek işlerini qilgan adamның özü çoşquның özüge özgerip ketip qaptı dedi. Bir ormanlık kaçıp ketipdi. Xalqlar bu işten hayran, havaslı qalgan dedi. Bu vaqtımı Padişah sultanlığı dokulat yazılgan. Hicriye 783 yıl boğan vaqtida Sapariyada Sultan Mansur ölüp ketip, onun inisi Hacib ibn Eşref sultan boğan. Bu özünü Salih dep atagan. Hicriye 784 yılı Ramazan ayında Salih gulap düşüp Berquq sultan boğan. Bunu Sultan Zahir dep atalgan. Mana bu hamda en vaqtidagi mesela Memaliklar Memalikül Bahriye deydik da mesela. Yaki o Türklerniki başka bir kabilesi. Ama bu 784'ten keyingisi Şerkes Türklerinden dep qaralgan. Bu Şerkes Türkleri mi hazırqım şu Sibriye mesela Kavkaz rayonidagi kişilerini göstürdü. Sultan Berquqning xalifini elib taşıyışı ve onundan keyin xalifini yana qayta xalif qilib bekitganlikning bayoni. Hicriye 785 yılı Recep ayida Berquq xalifa Mutevekkilni qo'lga elib, buni taxtdan tushirib, buni tog'dagi bir qal'aga solab qo'ydi. Shu araliqda xalifat mansibiga Ömer ibn İbrahim ibn Mustamsik ibn al-Hakim xalifa bo'lgan bo'lib, buni Vasiq billah deb atashdi. Bu ay ta o'lib ketganga qadar 788 yili Shavvol oyining 19 chorshanba kuni o'lganga qadar xalifa bo'lgan edi dedi. Xalqlar Berquqqa yana gap qildi. Mutevekkilni xalifa qilsangiz desa, Berquq bu talabni qabul qilg'il unmadi. Ömer'nin Zekeriya isimlik bir inisi bulup, adırma ölgen xalifa o, bunu sarayga chaqirib ekkagan edi dedi. Aşı azgın kunlar ichida bu xalifa bo'lgan bulup, Mustasim billah deb laqab berilgan. Bu 791 yıl kadar indaqda 3 yıl hakimiyet beshida xalifa bo'lib tuğan. Berquq Mutevekkilga qilgan qilmishlari uchun ajoyib pushaymonlarni qilib, Mutevekkilni so'laqdan ozod qilib, buni yana xalifa qilgan. Zakariyani tushirib etgan. Zakariya mushu tushirilgan peti ta o'lganga qadar o'z sarayda, o'z uyda o'ltagan dedi. Mutevekkil hamda o'lib ketganga qadar xalifa bo'lgan. Shu yili Jumadil oxir oyida Hacı Salih yana qaytadan sultan bo'ldi. Berquq yo'qolib ketdi hamda. O'zining laqabini Mansurga o'zgartdi. Berquqni Kark solab qo'ydi. Kark hozirgi Iordaniyada. Mushu yilning o'zi Shaban oyida muazzinlar namozdan keyin, ya'ni azondan keyin Assalatu vassalamu ala Rasulillah deydigan bir azondan keyin bir kelimani ijod qildi-da, paydo qildi.
Mana bu Mısırda yüz bergen tunca ahval edi. Bu ishga buyurgan adam shu davrdagi Amir Ma'ruf mas'uli Najmiddin Tombozi degan odam edi deb ta'riflangan. Hamda bu azandan keyin assalatu vassalam ala rasulillah degan kalima Şia puraqni olgan shaklda ayni vaqtida Fatimiylar davrida batdi. Ammo mavi umumiy bir Şia puraqsiz masalan bir paydo bo'lgan ma shakli mana mushu 791-yili Hijriyaning Şaban oyida yuz bergan. Ondaqda buningga hozir 650 yil bo'ldi. Bu hozir qadar Azhar jamisida Esselatu vesselamu ala Resulillah kelimesi namoz azondan keyin o'qiladi. Muazzin taşu munbarda turiblam to'g'rilaydi, radiodan chiqadi bu. Azharda hozir qadar davomlashib kelayotgan bidatlarniki biri hamda. Berquqning vafoti, ondan xalifa Mutawakkilning vafoti. Hijriya 792-yili Safar oyi bo'lgan vaqtida Berquq Solaqdan chiqarildi. U yana podshoh bo'ldi. Bu 801-yili o'lib ketganga qadar Shavvol oyi qadar ya'ni xalifa sulton bo'lgan. Uning o'rniga o'lib ketgandan keyin o'g'li Faraj ibn Berquqni sulton qilishdi. Bu o'zini Nasir deb atadi. Bu 808-yili Rabiul Avval oyining 6-kuni qadar sulton bo'lgan edi deydi. Uningdan keyin podshohlikdan bu g'olab tushirilib, uning inisi Abdul Aziz sulton bo'ldi. Bu o'zini Mansur deb atadi. Uning keyin bu shu yili Jumadil oxir oyining 4-i g'olab tushirilib, Nasir yani qaytadan Nasir Parachu bayatinqi bu adam qaytadan yana sulton bo'ldi deydi. Mushu yilning o'zida xalifa Mutawakkil rahmatullohi alayh 808-yili Rajab oyining 18-i seshanba kuni kechda u dunyoga safar qildi deyilgan. Demak, mushu mezgillarda biz bir qism mamluklarniki g'ulab tushib, qayta yana sulton bo'lib, bu siyosiy jihatdan aytib zo'r o'zgarishlarni his qilyapmiz. Demak, mushu payt mamluklarning nihoyat ojizlashgan payti deyishga bo'ldi undaqda. Endi Mutawakkilniki davrda o'lib ketgan mashhur shaxslar haqida to'xtalsak, bu davrda o'lib ketgan mashhur buyuklardan Shamsuddin ibn Muflih degan kishi. Bu zot Hanbali mazhabiniki o'z davridagi katta buyuk ulamolardan, solihlardan bo'ladi. Hijriya 708-yili tug'ilib, Hijriya 763-yili, ya'ni milodiya 1362-yili o'lib ketgan. Bu kishi ayni vaqtida Ibn Taymiya, Jamoliddin Mizzi, Imom Zahabi qatorliq shu davrdagi ahli sunna vel jamoaniki ko'rinarli ulamolarda o'qigan. Shuningdek, Hanbali mazhab jihatda yetilgan bir buyuk peshva. Chunki Ibn Taymiyaniki ta'siri ko'p uchragan bo'lishi mumkin. Bu odam Falastinning Tolkurum loyihasiniki Ramin yesi da shu yerda tug'ilgan. Asli ismi Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad ibn Mufrij al-Maqdisi ad-Damshaqi deymiz. Lekin Qozi Shamsiddin nomi bilan mashhurroq. Bu odam ham Falastinda tug'ilgan bilan, lekin keyingi mezgilda Damashqqa yetkilib, shu yerda makonlashgan. Damashqning ulamolarida Jamoliddin Mardaviy degan bir qozisi bo'lganda, Qozil Quzzat nomiga erishgan. Shu kishida o'qigan va shu kishiningki qizni olgan. Hamda bu Hanbali mazhabni Imom Ahmadningki ko'z qarashini rivoyat qilish, shu ma'lumotlarni bilish jihatda bir mo'jiza deb sifatlangan bu odam o'z davrida. Hatto Abul Baqa as-Subki mening ko'zim uningdek faqihni, uningdek ta'lilik zohidni, uningdek taqvo buyukni men ko'rib boqmagan deb ta'riflagan. Hatto Imom Zahabi rahmatullohi alayhi o'zining ustozi hamda bu bir olim yosh deydi. Hadis ulamolarini yaxshi biladigan, ham amal qiladigan ulamada munozirga yomon. O'z zamonisida 4 mazhabning ma'lumotlarini, ilmlarini buningda ko'p yodlagan odam yo'q edi degan. O'z zamonisida. Masalan, bu yodlagan asarlardan Al-Muntaqa fil Ahkum nomli kitob. Buni cho'ng hajmli kitob bo'lsa kerak.
Hatta İbn Qayyim Cevzi rahmetullahi aleyhi öz devirde dünyada İmam Ahmed'nin mezhebini İbn Muflih'tek biladigan adam yok degan. Demek bu İbn Qayyim Cevzi İmamı Zahabi bunçilar namını bergenken bu adamga xililam ko'rinarlik olim deyishga bo'ladi. Bu adamniki mesela meşhur kitaplardan Kitabul Furu 4 tomlik kitap ve en foydası menfaati köp yetken musulmonlarga zor kitaplarning biri. Bu fiqh kitap bo'lsa kerak. Ondan başka bu devirde ölüp ketken şeyhlerden Salahuddin Es-Safadi degan kişi. Bu Safa Halil ibn Aybik namı ölen özü Şafii mezhebindeki büyük ulemalardan. Hicriye 696 yılı tuğulup Hicriye 764 yılı ölüp ketken. Bu adamniki ailesi kilip çıkışıymış Memluk emirlerden. Yani padişah Memluk ailesinden bulup da. Özün hayatı Bayashat ailede yetilip çoğun olgan. Küçük vaqtda Kur'an-ı Kerim yadlagan, keyin ilim okugan, nahvu sarf, Arab edebiyatida, maqalat, xattatlik bu ilimlarda yetilgan. Ve şundaqla hadis kitaplarını köp okugan ve öğrengen. Dadısınki terbiyeleşke, okushga köp vaqti yetmegechke, bu adam özlikidan öğrenishga adetlengen. Bu özlükten öğreniş degan bu acayip zor nimet. Allah Taala bundaq nimetni bergen insonga zor nimetlerini bergenken deb tushunsa bo'ladi. Özlükten öğreniş bu acayip zor bir himmet ve shundaqla Allah'nınki acayip başqacha bir nimeti bu. Endi Salahuddin Septiniki nurg'un ulamaları var. Şu Halab, Qohira, Damashq, Safat qatorli. Safat degan shu shahar. Mesela İbn Seyyidun Nas deymiz. Bu öz devirdeki dağınlık tarihçi. Muhammed ibn Yusuf Garnati deymiz. Ondan başka. Taqiyuddin Subki deymiz. Ondan başka Cemaluddin Mizzi deymiz. Bunlar asasen bu hadis ulemaları, hadislerden köprek şoğullangan ulemalar. İmam Zahabi, İbn Teymiye. Hatta İmam Sefti, Salahuddin Septi deydi. Ve İbn Teymiye'nin derslerine katnaşattım deydi. Ben onun derslerini öğrengen vaxtımda başka ulemalardan anlap bakmagan yeni mezmunlar, yeni hikmetlerini ben kitaplarda uçurtup bakmagan meselelerini ben şu adamın ağzından anlaydım dep şunaq degan. Şoňlaşqa bu padişah ailesinden kelip çıkan bu şahzade bu ilim şahzadelik tonunu kiyip keyinki mezgilde Camil Umevi'de Demeşik'te Halep'te muş orullarda hadis öğretişki başlagan. Hatta İmam Zahabi ustazi meselen İbn Kesir rahmetullahi aleyhi bu adamdaki hadislerini tanışıgan, öğrengen. Birak Salahuddin Septiniki ilmi hizmetlerden başka şu devirde Memlukiler devirde Kahirede olsun, Demeşk, Halep'lerde olsun bir idari ve maliye hizmeti bilen şugullangan. Ondan başka şu hattatlık yoki bunda elbette vaqtda katibatlık hizmeti bilen şugullangan. Bu katibatlık hizmeti qazilar anda sultanның huzurida qatorliq o'rinlarda yozildi. Andan shu maxfiy telegrammalarni, maxfiy xatchaklarni yozadigan xizmatlar bilan shug'ullangan. Salahuddin Septiniki shaxsiyati nayt o'z suyimlik, kishilar bilan bo'lgan muomalasi nayt yiqimliq, axloqi nayt go'zal, himmat nayt yuqori odam edi. Tarixda bu Emirninki 50 parçadan ortiq kitap yozganligi xotirlangan. Bunun içinde mesela meşhur kitaplardan El-Vafi Bil-Vefiyat namlı kitabı. Bu kitap hazır mı bak? Buna ait zor kitaplardan biri. Ondan başka El-İhtiyarat-ı Şiariye bu şiirler toplamlarım var bu adamınki. E'yanul Asr ve E'vanun Nesr 6 tomluk kitap. Bu mu tarihi kıymetine ait zor kitaplardan biri. Ondan başka bu adamınki büyüklerden Keşfül Hal fi Vesbil Hal. Asasen bu adamın kitapları köpleri besilgan ha. Hazır neşriyat urgalar set neşr kılıp çıkarıp Gavamiz-i Sihah deyimiz, Cinanul Cinas, El-Muhtar, Min Şi'ri İbn Danyal qatarlı kitapları deyimiz. Hicriye 764 yılı Mısır diyarında bir vaba kesil tarık kalgan. Şu Ottura Akdeniz'deki boyları Palestin diyarlarında
Şu vaqtida nurg'un kishilar o'lib ketgan, ulamolar ham o'lgan buningki vaboninki ta'sirida. Salohidin Safdiymi mushu kishilarniki bir Damashqda o'lib ketgan bu odam. Onundan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Shihabuddin Naqib degan kishi. Bu kishi Shafiy mazhabiniki büyük ulamolardan. 702-yilda tug'ilib, 769-yilda milodiy 1368ga to'g'ri keldi. Mush baytlarda o'lib ketgan. İsmi Ahmad ibn Lu'lu degan nom bilan mashhur. Ammo Shihabuddin ibn Naqib desa bakrak tanishliq bu laqab nomi. Bu odam Misrda tug'ilgan, shu Misrda o'lib ketgan usulishunos bir faqih Shafiy mazhabiniki. Bu adamın asli kelib chiqishi dadisi bir Antakiyalik Xristiyan ekan dadisi Rim. Ayni vaqtida bir balki bu urushlarda asirga olgan bo'lishi mumkin. Mamluk amirlari tarbiyalab ozod qilganda keyingi mezgilda bir naqib qo'ygan. Naqib degan bir uyushma boshliqi bo'ladi. Bir yuzbeshi deganga o'xshashda. Shu jarayonlarda masalan bu o'qib, yetilib, Qoirada bu so'piliq tariqat yo'lini tanlagan. Endi o'sib yetilishi bir askariy oilada o'silib cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, hatto askarlik kiyimlarini kiyib cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu odamning qalbiy moyilligi, Qur'onni yodlash, o'rganish, fiqh o'rganish, adabiyot o'rganish, ilmiy xizmatlar bilan bo'lib, oxiri shu Makka Madinalarda makon tutib, uzun mezgil turib, ya'ni tariqat yo'lini tanlagan deydi. İbn Hajar rahmetullahi alayhi shunday deydi, ibodat nihoyat chin odam edi deydi. Biroq xushchaqchaq deydi. Bu odammi bayotinqi Imom Sabtiga o'xshash vabo kasalidan o'lib ketgan. Bu odamniki Tashilul Hidoya va Tahsilul Kifoya nomli bir kitobi bor. Bu Shafiy mazhabida yozilgan fiqh kitob. As-Siraj fi Nukatil Minhaj bu kitoblarimiz mashhur. At-Tarshihul Mazhab fi Tashihil Muhazzab li-Shirazi. Umdatus Salik ve İddetun Nasik bu kitapları hazır neşriyat organları tarafından besilgan meşhur bu. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan yana Muhib Nadirul Jish degan kishi. İsmi Muhammad ibn Yusuf Ahmad ibn Abduldaim al-Halabi. Hijriya 697-yilda tug'ilib, Hijriya 778-yilda o'lib ketgan. Bu odamni Badrdimi deymiz, lekin Nadirul Jish desa bakrak mashhur. Bu kishi Misrniki dağlıqmış, Arab tilshunoslik jihatda yetilgan grammatikarshunos bir peshiva. Tigi bu odamniki kelib chiqishi Suriyaniki Halabdan. Endi shu o'z davridagi, o'z zamonasida Arab tilshunosligi va grammatika ilmi jihatda dağlıq bir peshiva deyishga bo'ldi. Bu adam mesela Taqiyuddin Subki deymiz, Tajuddin Tabrizi deymiz, Jaloluddin Qazvini deymiz, Talhisul Miftahniki Abdur. Ebi Hayyan'ın Endolusi deymiz. Bu asaslık şu edebiyat babıda yetilgen büyük peshvalarda muşularda o'qigan. Alfiyat ibn Malikni yodlagan mesela şu paytlarda. Kim şu qo'shinninki nozirlik vazifasida o'tdag'ashqa shuni bu odamni Nazirul Jish deymiz. Ya'ni qo'shinning noziri degan bo'ladi. Bu odam shu siyosiy harakatlar bilan amal tutqachqa kitob yozolmagan. Lekin biroz o'zinki bir o'quvchilari, shogirdlari borligi qayd qilingan. Shu shogirdlarining og'zidan qilib qolgan bir qism ma'lumotlarni ayni vaqtida Jaloliddin Suyuti, İmam Şankiti, Bag'dadi qatorliq ulamolar shu paytlarda o'zining kitoblariga yozib qoldirgan. O'zining axloqliq, sehi, mardlik bilan mashhur odam. Bu zotni Qoirada o'lib ketgan. Bu odamniki mushadamki tava kitoblaridan Tamhidul Qavoid bi Sharh Tashilul Fawaid degan kitob. Bu kitobni tamomlamagan. Undan boshqa balog'at ilmida shariat talqisini yozgan bu odam. Bu kitoblarni endi balkim shogirdlarga deb bergan bo'lsa, shu shaklda qilib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo kitoblar hozir qadar yuz ko'rishgan emas hamda. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs
Şarifuddin el-Huseyni degan bir muhaddis. Bu kişinin Husayn ibn Muhammed ibn Abdullah Tibi deymiz. İmam Mennavi rahmetullahi aleyh o'zining Feyzul Qadir nomli kitobida bu odamdan ko'plagan ma'lumotlarni, rivoyatlarni bayon qilib o'tgan. Mishkatul Masabiyninki sharhisini yozgan bu odam. O'zi boy, zo'r bir tijoratchi ekan. O'ziniki mollarini yaxshi ishlarga ko'p ishlatgan, sehi mardlik bilan mashhur bo'lgan, e'tiqodi go'zal, faylasuflarga, bidatchilarga ko'p raddiyalarni yozgan. Uningdan boshqa musulmon diyorlarini besib olgan bosqinchilar qarta raddiyalarni bergan, nurg'un raddiyalarni, Xudoni yaxshi ko'radigan va bek hayoliq. Andın cemaatini geçer gündüz cemaat namazından ko'p mescitlerde namaz okuyduğunda cemaat taşımaydıgan adamki. Demek hem de hayatım şu İslami bilimlerini takip ügüniş bilen ötken. Özü tamassız ötken adam. Aynı vaxtda bu kitap saklığa açtıgan bek çoğun gap. Bir kitap degenden bir 10 gemi koyunun 5-6 kalının pulu aladigan vaqtlar var. Çünkü bir kitap degenden bir ömürde aran iz bulalaydı yoki ko'chirib bulalaydı ko'chirdi Allah. Şoňlaşqa özü nurg'un yaxshi esil kitaplarni yoshlarga ariyat berib turgan dedi. Bu nadir avval bu. Hozir bu kitapning jiqliqida ariyat berse bo'lmaydi. Bunda kitapni nadir paytlarda ariyat berish degan bak zo'rlik. Mardona adam bo'lmasa ta'sir. Demek bu adam şu ilim taqtish uchun asos qo'ldan kelgan barliq choralarni ishlatgan. Qur'on, hadislarni ko'p o'rgangan, bundan ko'p mazmunlarni suzish uchun, masalan, Kashshofni sharhlaygan deyilibdi, masalan. Bu Kashshofni sharhlagan vaqtida bu Mu'tazili aqidasiga raddiya bergan ahvolasida, ya'ni Kashshofning avtori Mu'tazili aqidasi emasmi? Şu aqidege raddiya bergan asosda, ya'ni ahli sunniy vel jamoa aqidasi turib bu odam sharhlagan buni. Bu odamning muhim kitoblarida masalan Mishkatul Masabig'i yozgan Sharhut Tibi nomli kitobi, bu El-Kashif an Haqa'iqus Sunan nomi bilan mashhur bu kitob. Mishkatul Masabig'ning sharhisi bo'ldi. Undan boshqa El-Xulasa fi Usulul Hadis nomli kitobi va At-Tibyan fil Ma'ani vel Bayan qatorli kitoblar va hatto Kashshofni sharhlagan bu kitabımı ba. Buna 4 tomlik kitapken Futuhul Gayb fil Keşfi an Qana Gayb degan mazmunda. Onundan başqa bu davrda ölüp ketgan mashhur büyüklerden Qutbuddin Tahtani degan kishi. Qutbuddin Razi nomi bilan mashhur. Hijriya 694-yil tug'ilib 766-yil, milodiya 1365-yil ölüp ketgan. O'zi mantiq falsafaga mashhur Raydin. Rayd degan hozirgi mesela İran'da o mesela. İsmi Muhammed yoki Mahmud ibn Muhammed deymiz. Qutbuddin desek bakrak mashhur. Bu adam Damashqda yashagan, Damashqda. Ayni vaqtlarda. Bu adamninki 15 parcha kitobi bor. Buning ichida mesela asosiy kitoblarning ko'paymish mantiq ilmi yozilgan. Masalan, Al-Muhakimat nomli kitobi bor. Bu Nesriddin Tusi bilan Faxriddin Razining fikrini jug'lab turib, masalan, İbn Sina'nın İşaret nomli mantiq kitobi qarta yozilgan. Undaqda shu kitobni jug'lab turib, o'zining bir yo'li bilan yozgan kitobda bu mantiq ilmida. Undan boshqa bizning diyorlarimizda mashhur bo'lgan Shamsiya nomli kitobni bu odam sharhlab Tahrirul Qavoidil Mantiqiyya nomi bilan sharhlab chiqqan. Bu ya'ni Risalatul Qutbiyya desakmi bo'ladi. Bu mantiq ilmida. Undan boshqa Lawami'ul Asrar fi Sharh Matali'ul Anwar. Bu kitob İmam Ermevi'niki Matali'ul Anwar nomli kitobni sharhlagan. Bu asosan mantiq ilmida yozilgan. Tahqiq ma'na tasavvur va tasdiq. Bu asosan mantiq. Demak, bu odamning kitoblari asosan shu mantiq ilmi bilan to'lgan hamda İmam Sa'diddin Tabtazani rahmatullohi alayh mush odamningki shogirdlaridan bo'ladi. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan qozilar qozisi nomi bilan mashhur bo'lgan Izziddin ibn Jamoa degan kishi, bu Abu Umar Abdul Aziz nomi bilan yoki Badriddin Muhammad ibn Ibrohim nomi bilan mashhur. Bu odam o'z Damashqda tug'ilgan, ammo keyin Misrda shu yerda yashagan bu odam. Hijriya 674-yili tug'ilgan bo'lib, bu odam
767-yili o'lib ketgan. O'lib ketgan yeri Mekkada ekan. Mekkaniki hozir shu Mualla qabristonligida emas, shu yerda dafn qilingan. Bu adamning 1300 dan ortiq ustozi borligi zikr qilingan. Bu ustozlarning hammasi asosan islomiy bilimlarda, arab tili munosabatli bilimlarda dan qozongan ulamolarda. Bu adam qaysi jihatda bakrak ko'zi ko'ringan desa, fiqh ilmida, hadis ilmida, andan shu arab tilshunosligida bakrak ko'zi ko'ringan. Onundan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Tajuddin Subki. Oldida bir Taqiyuddin Subki deb bir ulamo o'tgan. Shu Taqiyuddin Subkining o'g'li Tajuddin Subki bo'ladi. Tajuddin Abdul Vahhab ibn Ali ibn Abdul Kafi as-Subki deymiz. Bu adam Hicriye 727-yil tug'ilib, Hicriye 771-yil, miladiya 1370-yil o'lib ketgan. Şafi'i mezhebiniki büyük faqihsi hem Arab tarixchisi, Damashqdagi qozilar qozisi nomiga erishgan dаңlıq qozi. Çünkü dadisi qozi, bu adam ekan qozi bo'lgan. Dadisi Taqiyuddin Subki bilan Damashqqa borgan. Asli bularniki juda Misrda, lekin keyin dadisi qozilik mansabini qo'lga olgandan keyin Damashq avatilgan. Ayni vaqtda Damashq bilan Misr asosan bir jut bo'ladi. Kichik vaqtida ham shu dadisi bilan birga Damashqqa inib kelib, shu yerda yashab, Damashqda ilm o'rganib, keyingi mezgilda Damashqniki qozisi bo'lgan. Tilini ayt o'tkir, dalil, munozirga ayt kuchli odam edi deb ta'riflangan bu adam. Bu adamniki meşhur kitaplardan Es-Seyful Meşhur fi Şerhi Akidet Ebu Mansur namlı kitap. Bu İmam Maturidi'nin kitabı buluşu mümkün. El-İbhac fi Şerhi Minhac. Bu İmam Beyzavi'ninki Minhac namlı usul fıkıh kitabını şerhligen. Ondan başka bu adamın Tabaqat-ı Şafi'iyye namlı kitabı var. Cem'ul Cevami'. Bu usul fıkıhdaki meşhur eser. Bu kitap hazır mı? İslam dünyasında derslik kılandı. İmam Tajuddin Subki rahmetullahi aleyh bu adamı vaba kirsinden ölüp ketken. Şuna ulemalar bu adamını şehit deb süpetligen bu adamını. Ölüp ketken vaqtida 44 yaşga Allah rahmet kılsın. Subki ailesiniki İslam dinini qo'shgan tuhfasini aytdi zo'r. Bularning tarixini aytib parlaq. Ondan başqa bu davrda ölüp ketken meşhur shaxs Sadirqi Tajuddin Subkining inisi Şeyh Buaydin Subki. Bu adam Hicriye 719-yil tug'ilib, Hicriye 773-yil o'lib ketgan. Oksida qildi tarix qarg'a vaqtida. Miladiya 1372-yil to'g'ri keldi. İsmi Ahmad ibn Ali ibn Abdul Kafi. Buni hamda Buhaydin deb nomi bor buniki. Bu adam ayni vaqtida İbn Taymiyadan ya Asbahanidan o'qigan. Masalan, Misrniki jami Tolunda, Mansuriyada, qatorliq hamda madrasalarda, mesela Mansuriya jamilarda dars o'rgatgan. Dadisining o'rnida Shamning qoziligini qilgan. Shafiy mazhabini o'rgatadigan bir mazhab peshvosi aylangan bu adam o'z davrida. Uning ustiga jami Tolunda, Misrdagi Qayradagi jami uchun bu yerda xatib bo'lgan. Demek öz devirde ilmi işleri zor tuhaf qo'shgan büyüklerden buluşlan birge köp qıtı meclislerini qilgan Mekke Medine'lerde makan tutup zahitlik bilan ibadet bilan shug'ullangan. Bu adamın Mekke'de ölüp ketken. Bu adamın kitaplardan Urusul Efrah Şerh Telhisul Miftah namlı kitap. Bu İmam Qazvini'ninki Telhisul Miftah namlı kitabını şerhligen. Yani balagat ilmideki meşhur eser deyişki buludu. Bu adamı bayatın biz gapni qilgan Subki ailesidan undaqda. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Jamaluddin Isnavi degan ulamo, Abu Muhammad Abdurrahim ibn Hasan nomi bilan mashhur. Hijriya 702-yil tug'ilib, Hijriya 772-yil, miladiya 1370-yil o'lib ketgan. O'zi Shafiy mazhabininki faqihlardan, ham usul fiqh ilmidagi yetilgan ulamo. Bu Isna degan yerda tug'ilgan ekan. Isna balkim Mısır'da bo'lishi kerak. Keyin Qoyiraga kelib, bu yerda o'qib, yetilib, Shafiy mazhabininki peshvosiga aylangan. Ham davlatniki shu amir ma'ruf ishlariga mas'ul bo'lgan. Moliya xizmatiga mas'ul bo'lgan. Keyin amir ma'ruf xizmatidan bu odam o'zini chetga tortib olgan.
Bu adamning El-Muhimmat Alar-Ravza nomli kitobi bor. Bu fiqh kitob. El-Hidaya ila Avhamul Kifaya, El-Ashbah va Nazair, Jawahirul Bahrain qatorli kitoblar. Bu asosan fiqh mazmunlarda yozilgan kitoblar. Undan boshqa bu adamning Nihayat Usul, Sharh Minhaj Usul, At-Tamhid fi Takhrij Furu' al-Usul qatorli kitoblar bor. Va undan boshqa El-Jawahirul Muziyya, bu miros ilmidagi kitob. Bu kitoblar bor bu adamniki. Bu adamning Tabaqatul Fuqaha Shafi'iyya nomli kitobi bor. Isna degan nurg'un ulamolar nisbat berilgan shahar. Bu shu Misrniki Said o'lkasiga joylashgan. Bundan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan hamda Ibn Soig'ul Hanafi degan kishi. Bu kishining ismi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ali. Lekin Shamsuddin ibn Soig' deb bakrak mashhur. Hijriy 709-yil tug'ilib, Hijriy 772-yili 63 yoshda dunyodan ketgan. Bu kishi ayni vaqtdagi Abu Hayyan Andalusiy deymiz, masalan, Imom Qo'naviy deymiz, bularni o'qigan. Imom Qo'naviyning tarjimasi boshida o'tdi. Ayni vaqtida Mamluklar davrida askarlarning qozilik mansabida, ya'ni askar qozi deb bu mansabda tug'an. Jami ibn Tulunda dars o'tgan. Bu adamningki hadis ilmida Sharhul Mashariq nomli bir kitobi bor. Alfiyat ibn Malik yozgan bir sharhisi bor. Hanifiy fiqhida Al-Ghamz al-Kanz, ya'ni Kanzul Daqaiq bo'lsa kerak. Bu kitobga yozgan sharhisi bo'ldi. Al-Mabani va fil Maani nomli kitoblari bor. Natajul Afkar deymiz, Ravzul Afham deymiz. Qatorliq kitoblari bayon qilingan. Bu adamning shariat jihatdan talanti borligi mashhur. Durratul Hujjal fi Asma'ir Rijal nomli kitobda bu odamga munosabatlik yaxshi mazmunlar bayon qilingan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Ibn Nubata, Jamaluddin Ibn Nubata degan kishi misrlik ulamo. Hijriy 686-yil tug'ilib, 768-yil, milodiy 1366-yil o'lib ketgan. İsmi Muhammad ibn Hasan deymiz. Lekin Jamoliddin ibn Nubata desa bakrak mashhur. O'zi shoir, ham shu davrdagi dongli yozuvchi, adib. Bu odam shu Qoyirada tug'ilib, shu yerda o'lib ketgan. Bu odamniki. Keyingi mezgillar Shamdan bir mezgil tug'an. Quddusda, masalan, Falastinda Baytul Maqdisda bir mezgil nozir bo'lgan bu odam. Ham shundaqla shu sultonningki sirlarini saqlaydigan maxsus xos odamlar bo'lgan. Shu umum ayni davrdagi Mamluklar davridagi bir unvon ekanda hamda. Bu odamning mashhur kitoblaridan masalan Qul Bozori nomli bir kitobi bakrak mashhur. Bu asosan adabiyot sohasidagi yozilgan asarlar bo'lsa kerak. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Afifuddin al-Yafi'i degan kishi, Abu Saadat nomi bilan mashhur. Bu odam Makkada makon tutib shu yerda yashagan odam bo'lsa kerak. Shunga Makki deb mana berildi. Mazhab jihati Shafiy mazhabda. Chunki bu odam haramda uzun mezgil Makkada tug'an. Shu yerda yashagan, haramning shayxi bo'lgan, shunga Makki mo deyildi. O'zi musulmon tarixchi hem bilgilik amel qilgan ulamolardan. Bu adamning Miratul Janan va Ibratul Yaqzan qatorliq bir kitob bor. Bu Tarixul Yafiy nomi bilan mashhur. Bu adamni Shayxul Hijaz mi deymiz? Hijaz degan shu Makka Madina Toyibni asos qildi. Nimishqa Yafiy deymiz desek, Yafiy degan bu Yamanning janubidagi bir tog'. Yani shu Yamanga nisbat berilgan. Shunga Yafiy deb nisbat beriladi. Ayni vaqtida dadisi bu bolani o'zidan o'qishga yarashmayligini ko'rgandan keyin Adanga avatgan, hozirgi Yamanniki poytaxtlardan. Adanda o'qigan, Qur'oni Karimni yodlagan masalan, shu ayni vaqtida. Bu odam hamda o'zining hayotida bir burilishni bayon qilib o'tib, men tariqat yo'lini tanlaymi yoki ilm yo'lini tanlaymi deb nurg'un o'ylanishni qilgandan keyin oxiri qalbim ilmga bo'lgan tarafga bakrak moyil bo'lib, tariqat yo'ldan bakrak ilm yo'lini tanlagan deb shu so'zni bayon qilgan. Shunlashqa bu odam ba'zida bir qiz tasavvuf ilmiga bakrak moyil. Ammo lekin hamda bu odam fiqh, hadis, arab tilshunosligida xili mashhur peshvo. Bu jihatda masalan xili yetilgan ulamo, islom tarixida xili o'rni bor deyishga bo'ladi. Chunki bu jihatda nurg'un darslarni o'rgatgan, o'z davrida
bir ko'zi ko'ringan bir odam. Bu odam asosan shu Makka, Madina, Yaman, Qudus, masalan Misr qatorliq yurtlarda yurib, aylanib, o'rganib, ziyorat bilan, ilmiy xizmatlar bilan shug'ullangan. Her yil degandek shu haj qilib keladi, haj qiladi deydi ko'pincha vaqtlarda. Madinalarda turib, shunlashqa ayni vaqtdagi tarixchilar Imom Yofi'ini bu odam o'zi ilm zohir, ilm botinni o'rgangan deydi. Bu odamda ilm botin degani asosan shu qalbiyat ilmi, ilm zohir deganimiz shu tashqi ibodat ilmlaridan maqsad qilgan hamda. Shunlashqa bu odam o'ziniki shu tasavvuf tarafdagi moyilligi bakrak kuchli ulmolarniki biri. İmam Yafi'ninki ko'p qirliq ulamo bo'lishi bilan birga bu odamning mashhur kitoblarida Bayaton qilgan qilgan Miratul Jinan va Ibratul Yaqzon degan kitobi bu tarixiy kitob. Muhtasarud Durrul Nazim bu shu Qur'on ilmida yozilgan kitob. Shamsul Iman degan bir kitob va Nurul Yaqin, Nashrul Mahasin, Al Irshad va Tadris, Ravzur Rayyahin qatorliq kitoblar. Atrofut Tavarix deymiz. Bu odamning tarixda yozilgan kitoblari pek ko'p bo'lib 66 dona kitob yozganligi xotirlangan, ismlari bilan tartib. Ulamolarniki bu odamga bergan bahosida bu ilmi odamga bir hidoyat yo'li yetaklaydigan, tegishlik ilmi orqali odamga bir mash'al nur chiroq bo'ladigan odam deb Imom Isnaviy bu bahoni bergan. Bu odam shu Makkada o'lib ketgan hozirgi Mualla qabristonligida. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Jamaluddin Ash-Sharisi degan kishi. İsmi Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad nomi bilan mashhur. O'zi Maliki mazhabidagi buyuk ulamolardan. Bu kishiniki tug'ilgan, yashagan diyorlari asosan Andalus. Keyingi mezgillarda bu odam shu Iskandariya, Misr bu diyorlarda yashab, shu yerda ilmiy xizmatlar bilan shug'ullangan. Damashq bu diyorlarda yashagan. Bu Jamaluddin Sharisi to'g'riliq shunchalik qisqa ma'lumot bor ekan. Hatto bu kishini bundan burunroq yashagan deyilibdi. Lekin tafsiliy ma'lumotni bu odam to'g'riliq bilamadim. Bundan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Sharfuddin ibn Qozil Jabal nomi bilan mashhur bo'lgan Abul Abbas Ahmad ibn Hasan degan kishi. Bu zot Hijriya 693-yil tug'ilib, Hijriya 771-yil, milodiya 1370-yil o'lib ketgan. Lekin Qozil Jabal, Ibn Qozil Jabal yoki Ibn Shayxul Jabal nomi bilan mashhur. Bakrak hamda. O'z davridagi nihoyat katta faqihlardan Ibn Taymiyaniki yaqin hamrohi bo'ldi. Ibn Taymiyada o'rgangan, Ibn Taymiyaniki ixlos manlarininki biri. Dadisi Damashqda qozi quzatlik mansabida uzun mezgil turgan. Shunlashqa Qozil Jabal deb atalgan bu odam. Chunki bu odamniki cho'ng dadisi Qasyon deydigan bir tog' bor Shamda. Shu tog'da bir madrasa bor ekanda, shu maktabniki o'qituvchisi ekan, mas'ul ekan. Shunga ashning balisi, tog' qozisining balisi deb atilib qolgan. Kichikdalam ilmi bo'lgan ersmanlik bilan tonilib, Qur'oni Karim yodlab, arab tili, usul fiqh, mantiq, hadis, fiqhlarni o'rganib, Sham, Falastin diyorlarida nurg'un maktablarda o'qitish ishlari bilan mashg'ul bo'lgan. Keyin Shamda qozi bo'lgan. O'lib ketganga qadar shu qozi bo'lganda keyingi mezgillarda. Bu odamniki nurg'un asarlari bor, masalan, Al-Faiq fil fiqh, Al-Faiq fil mazhab, Qatrul G'umam fi sharh ahadis al-ahkam qatorliq kitoblar. Bu odamniki fiqh asosida yozilgan kitoblar. Bu odamniki shu tafsir haqida hali ma'lumoti borligi xotirlangan. Bu kishimi Qudama oilasidan, masalan Ibn Qudama al-Maqdisi deymiz. Bu Qudama oilasi nihoyat mashhur oilalar bular. Maqdisda yashagan. Bularning tigi Umar ibn Xattob jamiyati tutishdi. Bu odam lekin hayotida shu Ibn Qayyim Javziy, Ibn Taymiyalarning ta'siri ko'p uchirgan bo'lishi mumkin. Uchirgan bo'lg'achqa Ibn Qayyim Javziy, Ibn Taymiyalar ko'p turmaga so'langan. Mazhablar orasidagi to'qnashlar, qozilarniki, bir qism fitnaxo'rlarniki, fitna tirish orasida bu odamlar ko'p qatim munozara qatnashgan.
Bu adamniki bir qiziq şey. Taciddin Subki bilan bir qatim uchrashibdi-da hamda. Taciddin Subki chaqchaq qilib, Jiroqdan ko'rib sizni bir Yahudiymi deb o'ylab qolibdi desa, bu odam chaqchaq qilib, yanduriblan. Biz sizni bir musulmon deb o'ylab qolibdik, musulmonmi deb o'ylab qolibdik degan. Imom Subki o'zining degan gapiga qattiq pushaymon qilgan deydi. Uningdan boshqa bu davrdami ulamolarni sinaydigan nurg'un odamlar bo'lgan. Aqliyat masalalarida ulamolarni shu aqliy matematiklik, mantiqlik usullar bilan masalan ulamolarni sinaydigan avvallar bor. Bir odam kelibdi shu vaqtida Damashqqa. Ulamolar o'libdi, yo'q, ulamo yo'q ekan degidek. Nimishqa desa, nurg'un ulamolardan işte aqliy masalalarni so'ragan, bunga tegishli javob bermaganda. Şuna bu adam hozirgi gapni qilgan Ibn Qazil Jabal. Mana odamlarni to'planglar, ash odamni chaqirib kelinglar deb bir ziyofatga chaqiribdi-da. Chaqirgandan keyin bu odamdan ham Ibn Qazil Jabaldan bir aqliy masaladan birini so'rabdi. So'rgandan keyin bu masalaga sen qandoq ulashqansan, qandoq yetib borgansan? Cho'qim shuning bir dastlabki bir o'rgangan ilmlaring bo'ladi albatta. Sen bu pelliga chiqish uchun nurg'un peshkalar, ilmiy jarayonlarni beshig'ida o'tkazgan bo'lishing mumkin deb so'ragandan keyin u odamni qanday deysiz deb so'rabdi-da. So'ragandan keyin bu odam bundoq debdi. Avval tarat ilishni bilamsiz, bilmamsiz deb bu savol tashlab bu odamdan so'rabdi. Agar bir odam bir quruqliq dalida bo'lsa, bu yerga kichik tarat qilgan bo'lsa, bu yerda toshdan boshqa hech nima yo'q ekan juydiganda masalan. Ondaqda shu toshdan boshqa narsa bo'lmagan ahvol ostida qandoq tozlaydi o'zinki jinsiy a'zoyini? O'zining jinsiy a'zoyini o'ng qo'lida tutamdi, toshni so'l qo'lida tutamdi, yoki so'l qo'lda ayani tutamdi, o'ng qo'lda miyani tutamdi. Qanday qiladi desa, bu shunday aqliy masalalarni so'rab ulamo yo'q ekan deb xalqni to'la gangirtgan bu odam bilinma jim turibdi-da. Nima deysiz hamsi bu masalaga deganki, bu odatdagi masala debdi. Bu odatdagi masala bu. Degandan keyin javob bermabdi-da. Degandan keyin odam Ibn Qazil Jabal bu odatdagi masala deb bu odamga qattiqroq tegib, sizlar mushunchalik bir oddiy masalani bilmay, endi ulamo yo'q ekan demishda ulamo o'libdi deb mushta demishlar. Bir miskin bichora ekansizlar sizlar. Bu qandoq o'zingni suygan suydikingni qandoq tozalashni bilmaydigan bir odam, bir bichora odamni sizlar deb shundoq degan deydi. Shuning yog'i bu demishda bu odam hamda shu yo'q, ko'rilmagan deyildi. Yengilganda, endi bunday odamlar hozirgacha bor. Sen taratning gapini qilamsan, sen g'usl taratning gapini qachongacha qilasan deydigan odamlar hozirgacha bor. Ammo g'usl taratni bilmaydigan odamlar shu. Bu odamningki aqidasi ahli hadis aqidasida, ya'ni Ibn Taymiya aqidasida yashagan, fiqhiy jihatda Hanbali mazhabini asos qilgan. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi bu kishiga baho bergan vaqtida bu odam munozirchilarning qilichi degan. Bütün farqlarning muftisi degan, ya'ni hamma mazhabning muftisi degan gapda, hamma mazhabni bildi degan mazmundagi gap bo'ldi. Ibn Rajab Hanbali buni mushadamniki shogird bo'ldi. Ibn Rajab Hanbali mashhur ulamo o'z vaqtidagi. Bu kishiningki mashhur kitoblarida masalan Tanqihul Abhas, Ar-Radd ala al-Kal, Harrasi, Al-Faiq fil mazhab bayatimiz biroz bir dedik bo'g'ay. Mush kitoblar masalan bu odamning kitoblarida masalan Al-Munaqila vel Istibdal bil Awqaf nomli bir kitob va bu kitob hozir kitobxonlarda sotiladi. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan undan boshqa Sirojiddin Hindi degan kishi. Bu Sirojiddin G'aznaviy deymiz. Bu o'z davridagi Qozil Quzzat, Hanifi mazhabidagi buyuklaridan Hijriya 704-yil tug'ilib, Hijriya 773-yili, milodiya 1372-yili o'lib ketgan. Bu kishining asl ismi Umar ibn Ishaq, lekin Sirojiddin G'aznaviy yoki Sirojiddin Hanafi nomi bilan mashhur. Bu odammi Qoyirada kelib, Qoyirada yerlashgan. Hanifi mazhab fiqhi jihatda yetilgan bir ulamo. Qoyirada uzun mezgil shu mazhab bilan shug'ullangan, o'quv ishlar bilan mashg'ul bo'lgan bu odam.
Hem şundaqla Hanifi mezhep boyunca bir taraf kılınılan mahkeme qazinin qaziligini qilgan öz devirde. Hem Mısır'daki Cami İbn Tulun'da ders öğretken şu yerda. Bu adamın meşhur kitaplarıdır. Mesela Akidet-i Tahavini şerhleyen, Fiqh-i Şamil namlı kitabı var. Mesela Hidaye yazgan bir kitabı Et-Tevşih namında. Ondan başka El-Bedi namlı bir kitabı var. Şerhul Mughni deymiz. Fiqhul Hilaf El-Lavami deymiz. Bu adamınki meşhur kitaplarınki biri. Tasavvuf hakkında yazgan bir kitabı balıqı hatırlangan. Ulamalar bu kişiye baha vergan vaqtida Taqiyuddin Maqrizi bu adamga baho verip kelib, Hanifi imamlar ichida sanaqliq ulamolarningki biri edi. Nurg'un ilmlarda yetilgan, uzun mezgil o'quv o'qitish fatvo xizmati bilan shug'ullangan. Bu odamningki tili biroz ayni yoq chiqarib qo'ydigan odam edi. Tigam ajam bo'lg'achqa ashta bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zi kamtar, chiroydan bir xil xushallik chiqib turadigan. Başkalarının hacetini çıksam dep turadigan, başkalarına zor menfaat etkizadigan büyüklerinki biri. Eğer başkalar hizmetini qilsa, oshirib unga mukofot beradigan kishi deb xotirlangan. Bu odamning tarixini izlayotgan paytlarda yana bir ulamoninki tarixi uchrab qoldi. Shijoiddin Turkistoniy deydigan. Bu Shijoiddin Turkistonining ismi Hibatulloh ibn Ahmad ibn Mualla Türkistan iken de bu adamı Hanifi mezhepki yetilgen bir faqih iken. Hicriye 671 yıl tug'ilib, Hicriye 733 yıl ölüp ketken. Bu adamның mı Ehl-i Sünne vel Cema'a aqidesi haqida yazılgan, Aqidet-i Tahaviye yazgan bir kitabı var, şerhisi bolgan eken. Ondan başka Tebsiretul Ebrar fi Şerhil Menar namlı kitabı var. El Misal vel İrşad qatarlıq kitapları balıqı hatırlangan. Bu adam hem de bizimki diyarlarımızdan boğaçqa hem de o'ttir asrda yaşagan büyük bir ulama bo'lg'achqa shunga bu odamning tarixini bu yerda yozib qo'yishni loyiq topdim. Ondan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan İbn Abi Hacala degan kishi Ahmad ibn Yahya nomi bilan mashhur. Hijriya 725 yil tug'ilib 776 yili, milodiya 1375 yil o'lib ketgan dаңliq arab shoiri. Bu odam Tilimsanda tug'ilgan Mag'rib tarafda. Qoirada keyingi mezgillarda bir xonqoniki mutavallisi bo'lgan. Lekin bu so'pi bo'lgan bilan ahli sunniy tarafdori so'pi bo'lish kerak. Chunki vahdatul vujud e'tiqodini yoqlaydigan Ibn Farizga bu odam qarshi turgan. Bu odamning Divonu Saboba, Mantaqut Tayr qatorliq kitoblari borligi xotirlangan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Hafiz Taqiyuddin ibn Rafi' degan kishi. İbn Rafi' as-Salami deb qo'ymiz. Hijriya 704 yil tug'ilib, Hijriya 774 yil o'lib ketgan. Yani milodiya 1372 yil to'g'ri keldi. Muhammad ibn Rafi' ibn Hajras deymiz. Bu nayt dаңliq tarixchi o'z ayni vaqtdagi. Bu zat hem de şu Misr, Şam diyarlarida yurib, oxiri shu Damashqda makonlashib shu yerda o'lib ketgan. Bu odamning Mu'jam nomli 4 tomliq bir kitobi bor. Bundan başqa tarixi Bag'dodga yozgan bir ayrim bir kitabı var. Tarix Bag'dodning oyog'ini ulab yozgan. El-Vafiyat nomli kitobi var masalan bu odamniki. Demak, bu tarix ilmida ko'zi ko'ringan mashhur shaxs deyishga bo'ladi bu odamni. Undan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Uyg'urlarga tanishlik bo'lgan Hafiz Imaduddin ibn Kasir rahmatullohi alayh. Ibn Kasirning ismi İsmail ibn Umar ibn Kasir. Abul Fadayak Imaduddin laqabi bilan mashhur. Tige bu adamning Quraysh qabilasidan, ammo yashagan yurti Damashq, Busrada. Ammo mazhab jihatdagi tutmagan yo'li Shafiy mazhabida. O'zi tafsirshunos, faqih, muhaddis. Damashqda 701 yil tug'ilgan. 2 yosh vaqtida dadasi yetim qolgan. Keyin Damashqqa qaytib kelib, chunki bu odamning oksi Kamoliddin nayt ko'p tarbiyalagan. Dadasi o'lib ketgandan keyin oksi Kamoliddin nayt ko'p eslash qilib, oksining qo'li tarbiyalashi bilan bu odam mush ko'zi ko'ringan. Qur'oni Karimni shu 10 yosh vaqtida yodlab bo'lgan, necha xil qiroat bo'yicha o'qib, tafsirlarni o'qib, undan boshqa shu Şamniki, Damashqniki nurg'un ulamolarda Jamoliddin Mizzi deymiz, bularni o'qigan. Sahih Buxoriyni sharhlagan
Bu adamcha. Tehzibul Kamal degan kitobni ustozi Jamoliddin Mizzi o'qigan. Hem Jamoliddin Mizzi hem ustozi hem shu Jamoliddin Mizzining qizini olgan kuyovli bo'ldi bu odam. Ibn Taymiyaniki do'sti Ibn Taymiyada nurg'un o'qigan bu odam. Uningdan boshqa keyin cho'ng bo'lib masalan ilmiy shaxsga aylanganingizda Damishqning Ashrafiyya, Tunguziyya, Najibiyya, Solihiyya qatorliq dangliq Nuriyya deymiz. Bunda bir maktablari var. Şu maktablarda bu adam mutavalli bo'lgan hem ders o'tgan. 774-yil Şaban oyida o'lib ketgan. Oxirgi mezgilda o'zinki ama bo'lib qolganligi xotirlangan bu adam. Bu adamning mashhur kitoblaridan Tafsirul Qur'onil Azim Uyg'urcha tarjim qilingan kitob bu. Uningdan boshqa Al-Bidaya ve Nihaya meşhur tarihi eser, Tabqat-ı Şafi'iyye, El-Ba'isul Hasis bu usul hadis haqida yozilgan kitob. As-Siratun Nabaviyya haqida yozilgan bir kitobi var. Uningdan boshqa bu odamniki Buxoriyni shariylaganligi xotirlangan, ammo Buxoriyning sharisi yo'qolib ketgan hamda. Qolgan kitoblar asosan bu odamniki kitoblari bor. Bularning El-Bidaya ve Nihaya nomli kitobi har bir tarixchininki o'qish tegishli muhim kitoblarning biri. Uningdan boshqa bu odam hem Eşarilarningmi, hem Salafi aqidasi kishilarningmi bir obyektda tanlash obyektda. Nimishqa deganda Eşarilar bizning aqidati deydi, Salafilar bizning aqidati deydi, lekin Salafiylik aqidasi bekroq g'olibroq, chunki Ibn Taymiyanikiga qayntisi Jamoliddin Mizzining ta'siriga bekroq uchragan bu odam. Bu odamning qabrisi hozir shu Maqbarat Sofiyya deymiz. Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi dafn qilingan Damishqda. Shu yerda shu ustozim bilan birga yotay deb Ibn Taymiyaniki yeniga dafn qilingan. Shu yerning qabrisi bir yerdamda. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Abbodun Nahvi deydigan bir kishi. Bu kishining ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Ali degan kishi bo'lsa kerak. Chunki bu odam At-Tabi nomi bilan mashhur. O'zi Andalus ulama. Andalusda shu grammatika ilmi bilan shug'ullangan. Keyin Shomga kirib, Shomda bu odamning hurmati oshgan, mashhur bo'lgan. Chunki bu odamniki Sharhut Tashil, Sibaviniki kitoblariga yozgan o'ziniki kitoblari bo'lgan. Shuningdan bekrak tanilgan bu odam. Ham Shofiy mazhabida yetilgan ulama 776-yilda o'lib ketganligi bu odamniki xotirlangan. Bu adamning hamda kitoblarida Nuzhatul Absar, Al-Wafi fi Ma'rifatil Qawaid degan kitobi va Sharhut Tashil, Sharhut Taqrib deymiz. Bu kitoblar mashhur. Ammo tug'ilgan vaqti toza aniq emas bu odamniki. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur yana shaxslardan Buhaydin Abul Baqa As-Subki degan. Bu mo bayatdan biz gapni qilgan Subki oilasidan bo'ladi. 708-yil tug'ilgan bo'lib, 777-yil 69-yoshida o'lib ketgan. Bu odamning turgan joylari Damishq, hozir Suriya, Libnon, masalan, Qoyira mushti yerlarda yashagan büyük ulamolarning biri. Shofiy mazhab bo'yicha yetilgan faqih. Uningdan boshqa arab tili, tafsir ilmini, adabiyotni yaxshi bilgan ulamo ham Damishqniki, Libnonniki qoziligini qilgan. Keyingi mezgilda Qoyiraga qaytib kelgandan keyin Qoyirada qozi askari bo'lgan. Ham moliya xizmati bilan shug'ullangan. Ya'ni davlatning iqtisod moliyasini tutgan bu odam. Bu odamning mashhur kitoblarida masalan Muxtasarul Matlab, bu Vasit nomli kitobni sharhlagan, bu G'azzalining kitobi bo'lsa kerak. Ondan başqa Sharhul Havi nomli bir kitobi va Sharh Muxtasar Ibn Hajib degan kitobi va bu kitobni sharhlaganligi xotirlangan bu odamniki. Xo'sh, bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Shamsuddin ibn Xatib Yabrut degan kishi. Abu Abdullah mı deyiladi, yoki Ibn Xatib mı deyiladi. 701-yili tug'ilib, shu davrdagi Burhoniddin ibn Farahad nomli bir mashhur bir shaxsda fiqh o'rgangan. Bu fiqh jihatda, arab tili ilm jihatda, adabiyot sohasida yetilgan ulamo Sham, Misr, nurg'un diyorlarda o'qitish, fatvo xizmati bilan shug'ullangan. Payg'ambar masjidida xotib bo'lgan, ham qozi bo'lgan, nurg'un kishilarga masalan bu odam ijozat bergan. Demak, bu odam 777-yilda Damishqda o'lib ketgan Shofiy mazhabining buyuk peshvolaridan bo'ladi bu odam. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs İmaduddin Husbani deymiz. İsmail ibn Halifat ibn Abdul Ghalib nomi bilan mashhur. 778-yil o'lib ketganligi xotirlangan bo'lsa-mu, tug'ilgan vaqti bu odamniki aniq emas.
Bu adamınki yaşagan yurtları asasen şu Şam diyarlarında Demeşik, Kudüs, bu diyarlarda yaşagan. Bu adamның mesela Şerhul Minhaj namlıq bir 15 tomluq bir kitabı bağlıqı. Şerhul Muhazzab. Bu asasen bu Şafi mezhepteki kitaplar bu hamda. Ondan başqa bu davrda ölüp ketken meşhur şəxslərdən Bedruddin İbn Habib el-Halabi, ismi Hasan ibn Ömer ad-Demişqi deymiz. Miladiya 1310 yıl tug'ilib, miladiya 1377 yıl ölüp ketken Şamның miladiya 14 asırdagi dağlıq faqisi ve katta ülemalardan buldu. Özüm şu nesri ve şer'i eserler boyunca yetilgen bir edip bu adam. Hem tarihçi. Ondan başka. Bu adamdaki Nesimus Sabah namlıq şiirler toplumu, Maqamat, Cuhaynatul Akbar fi Esmail Hulafa mesela, El-Muhtafa fi Zikri Fazail Mustafa qatarlıq kitaplarındaki balıqı hatırlangan. Bu devirde ölüp ketken yani bir şeyh Ziyauddin el-Qirami. Ziyauddin yoki Ziya ibn Said ibn Muhammad ibn Osman el-Qazvayni deb namı deymiz. Bu zat öz davriniki katta büyük uleması, tefsir, Arap dili, balağat, fiqh, usul fiqh ilmida meşhur büyük bir ulema. Bu adamның hatta minişi, at ulaq minişidən mi bu adamның zekiliki tökülep durat deb bunda tariflengen. Dadısda okugan, ondan başqa Xurasanның dağlıq ulemalarında okugan. İmam Sa'dəddin Tabtazani rahmetullahi aleyh bu adamniki şagird boludu. Bu adamlar şu burunqi davrlam selektirme fiqhiniki asasını sağan desek belki xatolaşmagan bo'lishimiz. Chunki bu adam öz haqida gap qilib, men usul fiqhi jihatda Hanafi, şahçı meseleler haqida men Şafii degan. Demek bu ikki mazhabni tang, ikki mazhab ham fatvo bergan ve ikki mazhabni tang bu adam jug'lab ma'algan adam bu. Bu adamning qiziqarli ishlari bakjiq. Mesela ismi Ubeydullah ekanda, Ubeydullah degan ismini yaxshi ko'rmagan debdi. Men o'zgartib bunda atashni taz yaxshi ko'rmagan ekan. Misrga kelgan vaqtida Misrlarda shu Ubeydullah desa yoq deb unmaydi ekan. Shu Ziyovuddin degan bo'lish kerak. Nima ish qilsa Ubeydullah ibn Ziyad Rasulullohning navrisi Husayni o'ltirgan shunlashqa. Bundan başqa bu adamning soqida bek uzun bo'lib, putiga tegib turadi deydi. Uxlasa xaltasi qo'yib uxlaydi ekanda. Shundan shu uloqqa minsa ikki tarafga bunda yayma qilib, bunda yam qilib arib qo'ydi ekan. Misrning avam xalqlari ko'rsa subhanal xoliq subhanalloh deydi ekanda. Degandan bu adam Misrliklar rasmiy musulmon ekan bu odamlar. Bir san'atni ko'rgandan keyin bu san'atningki ijodkorini maqtaydi ekan emasmi deb bunda gaplarni qiladi deydi. Undan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Shihabuddin al-Azru'i degan kishi Ahmad ibn Hamdan nomi bilan mashhur bu zot. 709-yil tug'ilib 783-yil o'lib ketgan. Bu adam o'sha Halab diyorlarida ko'proq tug'an. Sham diyoriniki ham shu davrdagi danglik faqisi va muftisi bo'ladi. O'z davrida. Bu adamı ham Jamoliddin Mizzida, İmam Zahabiyda o'qigan. Bu ishkaylar bu adamning qiroatiga bekrak erishmadi hamda. Qiroat ilmini bekrak mashhur bo'lish kerak bu kishi. Hatta Ibn Hajar Asqalani rahmatullohi alayh bunun fatvolari Halab shaharlarida mashhur. Alloh taolo buning umrini uzun qilib musulmonlarga foyda yetkazsin degandek so'zlarni qilgan. Taqiyuddin Subkiyninki shagird ekanligi qayd qilinibdi. Undan boshqa bu odamniki kitoblaridan At-Tawassut vel Fath Baynar Ravz va Sharh nomli kitobi va 20 tomliq. İmam Naviyniki Minhaj nomli kitobini sharhlagan. Undan boshqa Muhimmat nomli bir kitobi borligi xotirlangan. Xo'sh, bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Shayx Akmaluddin Babarti. Akmaluddin Babartining ismi Muhammad ibn Mahmud nomi bilan mashhur. O'zi Hanifi mazhabidagi buyuklardan aqidada Maturidi mazhabini asos qilgan. O'zi ham muhaddis odam, ham faqih Hanifi mazhab bo'yicha. Babarti deyish sabab Bag'dodning Dujayl daryosining bo'yidagi bir yeza, shuni Babarti deymiz hamda. Hozir masalan Turkiyaniki Erzurumga tabiiy. Ondan başqa bu adam öz davridagi dağlıq ulamalarni o'qib, keyin Halabga qaytib kelib İbn Adimda bir qozis bo'lganda, shu adam shu yerda bir maktab o'rlashtirib qo'yibgan. Shu yerning ulamalarni o'qigan keyin Qoyiraga borgan deb, Qoyiraga borgan vaqtida Abi Hayyan al-Andalusida o'qigan, ya'ni nahv o'qigan bo'lishi mumkin. Undan başqa
bir xonqa var ekan Misrda. Shu xonqaga o'rinlashtirib qo'ygan deyildi. Shu yerda ibodat bilan shug'ullangan demoqchimda. Xo'sh. Ulamolarning bazisi bu odamga nisbatan Imom Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh Akmaliddin Bobarti bo'lsa, muhaqqiq olimlarning oxiri, keyingi kishilarningki allomasi. Nurg'un o'quv o'qitish bilan shug'ullanib, nurg'un ummatga bir foyda, unum yaratgan odam deyishlar birga fozil alloma, nurg'un ilmlarni biladigan, aqli komil, nafsi kuchlik, haybatlik odam degandek sifatlarni bergan. Undan başqa bu adam hadis ilmidan xili mashhur ekan. Arab tili, sarf ilmi, balog'at ilmidan mashhurligi bayon qilinish bilan birga Ibn Iyas degan ulamo, Hanifi ulamolarining kattasi, olim, alloma, o'z zamonasining yigonisi deb bundaq sifatlarni bergan. Bu odamniki masalan Sharh Vasiyatul Imam Abu Hanifa nomli bir kitobi bor. Bu kitobi hozir mashhur, ya'ni besilgan. Aqadat Tahaviya haqida yozgan. El-İnaya degan kitob o'sha odamning sharhi. El-İnaya Sharhul Hidaya. Ondan başqa bu odamniki El-Anvar Sharhul Manar nomli kitobi bor. Muqaddima fil Faraiz nomli kitobi bor. Haşiyatun alel-Kashshaf, Tuhfatul Abrar degan kitoblar bor. Xo'sh. Bu odam 786-yili Misrda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Undan başqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Sa'diddin Taptazani rahmatullohi alayh 722-yili tug'ilib, 792-yili o'lib ketgan munozirga ait mashhur, danglik bir musulmon ulamosi, ham nahvishunos buyuk ulamo deyishga bo'ladi. Sa'dul Milla yak Sa'duddin Mas'ud ibn Umar nomi bilan mashhur. Bu odamga ait ko'p qirliq ulamo, aqidaviy ulamo, adib, ham faylasuf, ham munozirashunos, ham faqih, ham matematik. Bu odamning asosiy qilmi shu bakrak ko'zi ko'ringan tarbi hamda shu mantiq ilmi, ilmi kalom, she'riyat, matematika. Aqoida nasafini ait yaxshi shariy degan shu odamniki sharisi bo'ldi. Sa'diddin Taptazanininki oti bo'g'illardan tortib katta ulamo hamda bu Xurosonning Nasa degan yurtda tug'ilgan. Hozir Xurosonning Nasa Turkmaniston demki, ashtaroq. Shu Nasaning Taptazan deydigan bir yez ekan. Taptazan degan. Shu yerda tug'ilgan ekan. Bu Xurosondagi mashhur ulamolar bular. Sa'diddin Taptazani rahmatullohi alayh o'z zamonasida shu mashriq tarafniki ulamosi bo'lishidan birga shu nahv, sarf jihatda, mantiq, balog'at, tafsir, ilm kalomda ko'zi ko'ringan, ham Shofiy va Hanifiy mazhabda yetilgan. Lekin Hanifiy mazhabniki peshvosi deyilgan bu odamni. Shayxlarda masalan Azduddin Ijji bu odamniki ustozi bo'ladi. Bu Azduddin Ijji degan Mavran nahrida yashagan odam bu. Uzun mazgil. Undan boshqa masalan bayatimizga gapni qilib o'tgan Qutbiddin Tahtoni bu odamniki ustozi, Buhoyiddin Samarqandda bu odamning ustozi bo'ldi. Hamda Sa'diddin Taptazanininki nurg'un kitoblari bor. Masalan, Zanjanininki Tasrif nomli kitobini bu odam sharhlagan. Undan boshqa Irshadul Hadi, Ash-Sharhul Mutawwal bu balog'at ilmida talxisga yozgan sharhisi bo'ldi bu odamniki. Undan boshqa Sharhul Muxtasar deymiz bu. Bu yerda yana shu talxisul mibah yozgan bir asar. Balog'at ilmida bakrak mashhur. Undan boshqa At-Talvih nomli bir kitobi bor. Bu Talvih degan mashhur Hanifiy mazhabniki usul fiqh haqida Tavzih nomli bir kitob bor. Asli tanqihga yozilgan sharh. Shu Tavzihga bu odam bir sharh yozgan. Talvih deb. Mana mush kitobni bu odam 36 yoshda Turkistonning Guliston degan bir yezida shu yerda yezib tugitib bo'lgan 36 yosh vaqtida. Bu Talvih degan kitob hozir nayt mashhur Tavzih nomi bilan islom dunyosidagi hamma yerda mashhur. Bu kitobni biz Misrda doktor Abdulaziz ustozda o'qigan. Undan boshqa Imom Zamaxshariy rahmatullohi alayhiniki Kashshaf nomli kitobiga bir sharh yozganligi xotirlangan. Bu kitobni Samarqandda yozganligi xotirlangan. Bu kitobni Hoji Xalifa aytmak maqtagan. Mislsiz kitob deb. Bu kitob hozir qadar. Undan boshqa mantiq ilmida Shamsiyaga yozgan bir sharhisi bor bu odamniki.
Gayet Tehzibul Kalam fi Tahriril Mantık vel Kalam. Bu mantık ilmida yazılgan kitap. Ondan yani birisi Aqaid-i Nesefiyni bu adam şerhlegan. Aqaid-i Nesefi yani. Bu kitaplarımı gayet meşhur. Bu Aqaid-i Nesefiye uzun mezgil. Müşanifi mezhepleri köp taralgan diyarlarda, şu medreselerde, bizden Türkistan diyarlarımızda, Uygur diyarda uzun mezgil bu aqide ve ilmide asasi kitap bulup gelgen. Bu kitap ne 768 yılda Havarizm'da yazıp tüketken. Havarizm'da. Onun başka Şerhul Maqasid dep bir kitabı var. Andın En-Ni'amus Savabig fi Şerhil Kelimun Navabig. Bu İmam Zemahşeri'ninki Navabigul Kelim. Yani bu Arap tilşünaslık hakkında yazılan kitap. Bu kitap mı? Bu adamınki meşhur. Demek bu adamınki hayatı oku okutuş, yazıkçılık bilen ötken. Demek bütün şerq alimininki ölüması, peşivası deyişki boladı. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Bedreddin Zerkeşi degan kişi. Muhammed ibn Bahadır ibn Abdullah Zerkeşi. Mısırlık adam. Öz Şafii mezhebiniki dağınık fakisi, usulşunas, muhaddis. Bu adamның nurgun ilimlarda xilma-xil eserleri var. 745 yıl Kahire'de doğulup 794 yılı 49 yaşta ölüp ketken. Yaşlam ölüp ketken. Bu adamınki nurgun şagirdleri bazı hatırlangan. Mesela El Burhan fi Ulumul Kur'an namlı bir 4 tomlik kitap var. Kur'an ilmida. Şu adamınki kitabı. Bahrul Muhit, Salasiluz Zahab, İ'lamus Sacid bi Ahkamul Mesacid, Et-Tenkih namlı bir kitabı var. Bu Sahih Bukhari'ye yazılan şerih. İmam Rafi'ininki bir kitabını mesela hadislerini tahric kılgan. Bu adamınki kitabı. Yaş ölüp ketken bolsa İslam dünyası qo'shgan töhfasini aytib zo'r bo'lapmi? Bu Kur'an ilmida yazgan ma kitabı aytib meşhur bu adamniki. Ondan başka bu adamning bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan Siraciddin ibn Mulaqqin degan kishi. Ömer ibn Ali namıyla meşhur Siraciddin ibn Mulaqqin deyildi. Bu adamning tigi Andalusluq. Nahvichining balisi deyildi. Çünkü dadisi dağınık grammatik şunasken. Bu adam özü hem de öz devirdeki dağınık tarihçi, faqih, muhaddis qatarındaki ölümalarınki biri. Lekin bu adam keyin hem de Endoluslardan Kahire'ye qaytib kelib, çünkü belki aynı vaqtida Endolus ahli saliblarning qo'lda qilib qolgan paytlarda yenib chiqqanlar bo'lishi mumkin. Kahire'de yaşagan. O'ziniki o'sib yetilishi yetim. Lekin bu adamning o'gay dadisi hem de dadısının ağaynısı iken de İsa Mag'rabiy degan adam beqib cho'ng qilib, onasini ilib, o'gay dadisininki ta'siridan pishib yetilgan ulamo bo'lgan. Lekin Damashq, Quddus, Haram diyorlarida yashagan. İbn Hisham, Taqiyuddin Subki qatorliq ulamolar masalan bu adamniki ustozi bo'ldi. Bu adamniki meşhur shogirdlaridan İbn Hajar Asqalani rahmatullohi alayh. Jaloliddin Muhalla, Jaloliddin Suyutining ustozi bo'ldi. Shular bu adamniki şagirdler buldu. İbn Mulaqqin'ninki Et-Tezkire fi Ulumul Hadis El-İ'lam bi Fevaid Umdetul Ahkam qatarlıq kitapları var. Et-Tevzih namlı kitapları var. El-Bedrul Munir bu kitapları var. Demek bu meşhur büyüklerden. Bu devirde ölüp ketken yani bir şahıs Siraciddin Bulqini degan edimi. Siraciddin Bulqini 724 yıl doğulup 805 yıl ölüp ketken. Ömer ibn Ruslan namıyla meşhur. Bu adam Şafii mezhebindeki büyüklerden. Bu adamı İbn Aqilninki dağınık bir nahvshunos İbn Aqilninki kızını algan ki şu ilmi hizmetler bilen şug'ullangan bo'lsa kerakda. Bulardan mesela 3 farzandlik bo'lgan deydi. Bedreddin Belqini, Jaloliddin Belqini, Almiddin Belqini degan 3 balası İbn Aqilning qizidan bo'lgan balası. Mana bu dağınık ulamoning qizini olgan, dağınık ulamoni yetildirib chiqargan. Bu Jaloliddin Suyuti şu Almiddin Belqini degan kichik o'g'lining qo'lida o'qigan. Bu ilm deganga qurban bermasa, o'zining eng qimmatli narsasini kechmasa, ilm o'rgangan bo'lmaydi. Bu adam hem de Mısır'ınki bir chat bir yezleri tug'ilgan adam. O yoshga chigan vaqtida dadisi Kahire'ga elib kelib billa turib jutun tashlab Kahire'da o'qitgan. Shu davrning nurg'un ulamolarida o'qitgan bu odamni.
Şunun bilan bu özünki tanıtışları arsida bu adam savaqdaşlar arsida ko'zi ko'rinib oxiri mujtahid bo'lgan. Hatto bir qism ulamolar Hijriya 9-asrdagi mujaddid degan bu odamni. Hayotida nurg'un vazifalarni o'tagan, masalan, Damashqlarda, masalan, fatvolarni bergan, mahkum qozilarda ishlagan. Sultonlar bilan birga yuradigan-da, sultonlar nega bas birga elib boradigan, hurmatiga erishgan bir odam. Suraydin Balqini o'zing shu ilmiy xizmatlarni qilish bilan birga Qoyirada, masalan, Baynus Sayorij nomida bir maktab solgan. Bu maktab nihoyat mashhur. İbn Hajar Asqalani rahmetullohi alayh keyingi mezgilda shu Suraydin Balqinining maktabida o'qib yetilgan. Bu odamniki Jamil Azharda dars o'tadigan halqalari bor ekan. Undan boshqa bu odamning Tirmiziga yozgan 2 parcha sharhisi bor. Bu davrda o'lib ketgan yana bir mashhur shaxs Hafiz Zeynuddin Iroqiy, ya'ni Abdurrahim Iroqiy mi deyildi. Bu o'z davridagi donglik muhaddis. Hijriya 725-yil tug'ilib, Hijriya 806-yil, milodiya 1403-yil o'lib ketgan. Zeynuddin Iroqiyning aytdi mashhur buyuk ulamo tega kelib chiqishi kurdlardan bu odamniki. Lekin Misrda yashagan Shafiy mazhablar yetilgan, ammo tega Iroqlik bo'lg'achqa Iroq deb belgan, ammo bu odam Misrda yashagan bu odam uzun mezgil hamda. Chunki dadasi Misrga ko'chib kelgan ekan burunlab. Zeynuddin Iroqiy rahmetullohi alayh o'zining kichikidlanmış Qur'oni Karimni yodlab, tanbih, havi, ilmom qatorliqmiş qiraat ilmidagi kitoblarni va fiqh kitoblarni o'qib, usul fiqh haqida yetilgan. Undan boshqa bu odam hadis ilmi bilan nihoyat ko'p shug'ullangan. Makkalarda nihoyat uzun mezgil haj qilish jarayonida o'z davridagi nurg'un ulamolarda o'qib yetilgan. Demak, bu odam ko'p qirliq ulamo. Bu odamniki qiraat ilmida bo'lsin, fiqh ilmida bo'lsin, zo'r kitoblar mashhur bu odamniki. O'quvchilar bir-biridan ko'p. Mesela İbn Hajar Asqalani bu odamniki shogird bo'ladi, aqllisi. Ustozlarim bir-biridan sarxil. Ular hadis ilmida ajoyib zo'r tuhfalarni qo'shgan. Hatto İz ibn Jamoa degan kishi Misr diyorida bundan boshqadan muhaddis desa, u emas yolg'onchi da'vogar degan. Bir dunyoning bir go'zali ziynati, Misrning faxri deb mandaq nomlarni bergan ayni vaqtida. Bu adamning mashhur kitoblaridan Taqribul Asanid va Tartibul Masanid degan kitobi, undan boshqa Tarhut Tasir nomli kitobi bor. Buning ichida eng mashhur kitobi masalan İmam G'azzaliniki Ihya Ulumuddin'niki hadislerini bu adam tahrij qilgan. İxbarul Ahya bi Axbarul Ahya nomila atalgan bu adamni yoki Al-Mughni an Hamlil Asbar fi tahrij ma fil Ahya min al-Akhbar. Mush nomila bu Ihya Ulumuddin'iki hadislerini bu adam tahrij qilgan. Ondan başqa bu adamniki Alfiyatul Hadis nomli bir kitobi bor. Ya'ni hadis ilmida bu adam 1000 küfletlik beytdan tarkib topgan nazm orqali hadis ilmining qoidalarini mushu nazmiga singdirib o'tgan. Ondan başqa usul fiqh ilmida Bayzavining Minhaj nomli kitobiga sharh yozgan At-Taqyid fil val Izah. Hatta mush Qur'on ilmida bir alfiya deb kitob yozgan. Demak, bu adamningki mushu jihatda nihoyat talanti nihoyat ilg'or. Bu shariat talanti nihoyat yuqori bo'lg'achqa, shariat talantini islom dinining xizmatlariga, islomiy ilmlarning xizmatiga bo'ysundirgan. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslar nihoyat ko'p, lekin bugun bayon qilinadigan faqat va mushunchilik. Undan boshqa bir qisqagina bir tarixi bor ekan. Biz Abbosiylarning 45-xalifasi Vosiq billah Umari ibn Ibrohim ibn Mustamsik ibn Hakimniki hayoti bilan tanishib chiqaylik. Bu odam 785-yil tug'ilib, 788-yil o'lib ketgan, faqat 3 yil davr surgan. Mutawakkil g'ulab tushgandan keyin ayni vaqtida 85-yilda 785-yilda xalifa bo'lgan. O'lib ketganga qadar bir davr surgan, uning keyindan yana Mutawakkil qayt xalifa bo'lganda, demak bu odam 888-yilda Shavvol ayining 19-yil o'lib ketgan. Biz buni bir qistirib o'taylik dedik. Bu chunki orliqdagi bir xalifa hamda. Undan boshqa yana 45-bir xalifa bor. U xalifa bo'lsa Mustasim billah Zakariya ibn Ibrohim Mustamsik billah deymiz. Bu odam Hijriya 788-yildan Hijriya 791-yilgacha
davr sürgan. Buni oldinroq mutavakkilni bir elib tashlab etgandan keyin bir mezgil xalifa bo'lib boqqan. Bu odam hamdalik vosiq o'lib ketgandan xalifa bo'lib 91-yili g'ulab tushirilgan. Bu o'lib ketganga qadar bu uyda yashab oxiri mutawakkil bu odam o'lib ketgandan keyin yoki buni tushirib etgandan keyin mutawakkil boshda deb o'tdik-ku. Mutawakkil yani qaytadan xalifa bo'lgan. Demakchi bo'lgani Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh mutawakkil xalifa bo'lgan 45 yil jarayonida ikki xalifa oraliqqa singdirilib, kirilib, yani qayta g'ulab tushib, birisi o'lib ketgan, birisi taxtdan g'ulab tushirilgan. Mushularning tarjimonini qayta deb qo'yadi. Ammo buning ichida mush mutawakkilninki siyosati, hammasiniki siyosatni besib tushgan. Mayli ilmiy jihatda bo'lsin, mayli uzun davr surish jarayonida bo'lsin. Biz inshaalloh Alloh xolsa biz keyingi darsimizda Musta'in billah degan xalifaning hikoyati bilan tanishamiz. Bu kitobni Alloh xolsa oz qoldi.